Demak, birinchi buzoq burji. Buzoq burji uchun 2026-yil qanaqa yil? Demak, 2026-yil buzoq burjidagilar uchun nimalar olib keladi? Juda ham chiroyli kartalar tushdi. Bu karta 2026-yil og'irliklardan siz chiqib, umuman yangi hayotga qadam qo'yishingizni gapiryapti. Buzoq burji uchun 2025 ichki og'riqlaringizni qo'yib yuborish, qoldirish, eski yilda eski tashvishlardan uzoqlashish, hayotingizga yangi sahifaga o'tishni bildiradi. Siz deyapti, endi eski joyda qolmaysiz deyapti. Hammasini tashlaysiz, tark qilasiz va yangi hayotga o'tasiz deyapti-da bu karta. Bu karta Dvoyka pentakli. Bu karta juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Mana tangalar, barqarorlik, o'zingizning mehnatingizdan rohatlanish, ya'ni 2026-yilda moliyaviy mustaqillik sizda kuchayadi. O'zingizni qadringizni qaytadan yana chiroyli his qilasiz. Men bunga loyiqman degan tuyg'u paydo bo'ladi sizda. Ya'ni bu degani nima degani? Bu degani buzoqlar uchun mehnatini, mevasini terish yili bo'ladi. Sevgi kartasi. Yil sizga juda muhim tanlovlar bilan keladi. Ya'ni sevgi borasida sizda muhim bir qarorlar qabul qilinadi. Yolg'iz insonlar uchun taqdiriy uchrashuvlar bo'ladi bu yil. Ya'ni munosabatlar uchun juda ham bir chiroyli karta. Yangi bosqichlar boshlanadi. Yuragingizni tinglab, yuragingiz bilan birga ish qilishga juda qulay yil. Ya'ni bu yil yolg'izlar juftini topadi, ajralganlar mana yarashadi, chunki bu sevgi kartasi. Xullas, munosabatlaringiz uchun juda ham yangi va xayrli bosqich bo'ladi. Quyosh kartasi. Va yana bu karta, bu ham juda chiroyli karta. Buzoqlar uchun quvonch, juda ham omad, ochiq omad, ichki nur va ishonchni bildiradigan karta. Natija sizga ko'rinadi. Yashirin narsa umuman qolmaydi hayotingizda. Bu haqiqiy baxt davri keldi degani, ya'ni 26-yilda siz uchun haqiqiy baxt davri keladi. Dvoyka mechey. Bu yil lekin yil orasida ba'zi paytlarda ikkilanib qolasiz, tanlov bo'lib qoladi, nima qilishni bilmay qolasiz deyapti. Ikki yo'l, ikkita qaror yoki ikkita yurak, xullas qandaydir tanlov bo'lib qolishi mumkin deyapti. Mantiq o'rtasida tanlov bo'ladi deyapti. Yana bu karta shuni aytayaptiki, qaror bermagunizcha yo'l ochilmaydi deyapti. O'sha tanlovingiz oldida turganingizda ikkilanishda davom qilsangiz qilaverasiz, lekin qaror bersangiz yo'lingiz ochilib ketar ekan. Ko'nglingizga quloq tutasiz. Hamisha ko'nglingiz sizga to'g'risini ko'rsatadi. Va oxirida taqdir g'ildiragi kartasi tushdi, Kalisa Fortuna. Kutilmagan omad, hayotingizni o'zgartiradigan burilish, tasodif bo'lib ko'ringan yaxshi narsalar aslida sizda taqdiriy voqealaringiz bo'ladi. Bilasizmi bu nima degani? Buzoqlar uchun bu yil hayotingizni yuqoriga ko'taradigan yil bo'ladi. Endi bu kartalardan umumiy xulosa qilsak, buzoq burjidagilar uchun o'tmishdan chiqish, moliyaviy mustahkamlik, sevgi va muhim tanlov, quvonch, ochiq omad va taqdiriy burilishni bildiradi. Katta o'zgarishlarga tayyorlaning buzoqlar, juda ham omadli keladi. Endi qaysi burj? Endi egizaklar burji bo'yicha yana 6 ta karta tashlaymiz. Iloji boricha qisqa qilishga harakat qilyapman, lekin vaqt o'tib ketyapti. Egizaklar nimalar kutyapti 2026-yilda? Ikkita 3 ta karta qilsam bo'larkan lekin. Demak, egizaklar uchun bu yil demak, boshlanishiga ichki uyg'onadigan yilingiz bo'ladi bu yil. Tashqi harakatlardan ya'ni ichki uyg'onib, tashqi harakatlarga o'tib, undan natija oladigan yilingiz bo'ladi. Yangi rejalar boshlanadi, yangi imkoniyatlar ochiladi, yangi ish, o'qish, pul bilan bog'liq qandaydir g'oyalar keladi. Ishga kira olmay yotgan egizaklar bo'lsa, ishga kiradi. O'qishdan reja qilgan egizaklar bo'lsa, o'qishga kiradi. Pul bilan bog'liq sizda bir maqsad, niyatlaringiz bo'lsa, o'shalar bilan bog'liq ishlaringiz osonlik, yengillik bilan hal bo'ladi va unga qo'shimcha yana g'oyalar keladi. Ya'ni katta g'oyalar keladi, lekin esingizda bo'lsa, katta narsalar kichik qadamlardan boshlanadi. Egizaklar uchun bu o'sishga tayyorgarlik yili degani, boshlanishiga. Yilni boshida qo'rquv bo'lishi mumkin, ishonchsizlik bo'lishi mumkin, men qila olmayman degan fikrlar kelishi mumkin. Bu tashqi bo'lmaydi, ichki bo'ladi. Kartalar aytayaptiki, hamma narsa oson, yengil hal bo'ladi, faqat o'zingga ishon deyapti, ikkilanma deyapti. O'zingizni tutishingiz kerak shunaqa paytda.
qo'rquv bo'lsa ham, atrofingizda nimadirlar sizga xalaqit qilsa ham, ishonchni o'zingizga yo'qotmasligingiz kerak deyapti. Shunaqa ikkilanish bo'lib oladi boshida. Lekin e'tibor qilmaysiz, o'tib ketadi bu. Ichingizga ishoning, ichki kuchingizga. Sizni hech nima bog'lab turgani yo'q, bular hammasi bo'sh, bekor, faqat ichingda deyapti. Четверка кубков. Zerikkandek his qilishingiz mumkin o'zingizni. Befarq bo'lib qolgandek bo'lasiz yoki atrofingizda mana shuncha imkoniyat turadi-da, ko'rmagandek bo'lasiz, imkoniyatlarni ko'ra olmagandek. Lekin aslida imkoniyatlar sizning yoningizda bo'ladi. 26-yilda butun hamma imkoniyatlar, hamma o'zgarishga olib keluvchi imkoniyatlar qarshingizda turadi. O'shani anglab yetishingiz kerak, bilishingiz kerak. Har bir imkoniyat sizga berilgan omad eshigining kaliti bo'ladi. Imkoniyatdan tavakkal foydalanishga harakat qiling. Bu esa burilish nuqtasini bildiradigan karta. Bu yangi yo'l degani. Qo'rquvsiz qadam tashlash degani. Demak, siz yilni boshida ozgina ikkilanasiz, qo'rqasiz, vahimaga tushasiz. Imkoniyatingizni ko'ra olmay turasiz, lekin 3-oylardan уже qadam tashlaysiz, qo'rquvsiz. Sinab ko'rasiz. Nima bo'lsa ham shunaqa energiya tushdi, mana 0 bo'lsangiz hozir, siz уже endi qat'iy qarorga kelasizda 2026 mart oylaridan уже qadam tashlaysiz. 0 nuqtadan yangi hayotga qadam qo'yasiz degani. Bu qat'iy qaror bilan. Demak, 8 jezlov bu energiya portlashi yangi yilda. Juda katta qadam tashlaganingizdan keyin juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Safarga chiqib ketishingiz mumkin. Tez-tez xabarlar keladi. Ya'ni kimdir ayriliqdagi munosabati bor insonlar bo'lsa, ulardan tezlikda xabarlar oladi. Yarashuvlar bo'ladi. Nimadir kutayotgan bo'lsangiz, tezlikda amalga oshadi. Uy-joy olishni reja qilgan egizaklar bo'lsa, uy-joy olish uchun hamma imkoniyatlar ochiladi va qandaydir qulayliklar bilan uy-joy olishi aniq bo'ladi. Tezlashtirib yuboradi xullas. Hayotingizda shu egizaklar nimani orzu maqsad qilgan bo'lsa, 26-yilda bular hammasi tezlashib amalga oshadi deyapti. Bir joyda turmaysiz degani. O'zingiz safarga chiqib ketib qolishingiz mumkin. Xullas katta-katta o'zgarishlar bo'ladi. Haritsar Pentakli. Yil oxirida juda ham o'zingizni barqaror his qilasiz. Sekin o'zingizni bosib olgan, o'zingizga ishonchli rivojlangan, real natijani ko'rgan, sabr bilan qurilgan poydevorda g'urur bilan turgan inson bo'lasiz. Shoshmaslik kerak, lekin to'xtamasligingiz kerak bu natija uchun. Yangi imkoniyatlar, umumiy xulosa qilsam egizaklar uchun yangi imkoniyatlar, ish to'siqlarini yengish, jasoratli boshlanish, tez o'zgarishlar, oxirgi qaror muvaffaqiyat. Qo'rqib turgan egizakdan, qo'rqib turgan yil boshida egizakdan уже katta yo'lga chiqqan, o'zini bosib olgan egizakka aylanadi. Endi qo'y burji uchun karta tashlaymiz. 2026-yil. Qo'y burjidagilar nimalar kutyapti? Demak, qo'y burji uchun kelayotgan yil. Adolat kartasi bu davrda o'z o'rniga tushadi hamma narsa deyapti. Shu paytgacha kimdir ko'ngilingizga qattiq tegib, sizga bir adolatsizlik qilgan bo'lsa, kimdir sizga xiyonat qilgan bo'lsa, deydi, o'z o'rniga hammasi tushadi deydi. Qilgan ishlari uchun javob qaytaradi deydi, hammasi javob oladi deydi. Halollik keladi, to'g'ri qaror keladi hayotingga deyapti. Taqdir seni deydi, shu paytgacha sinadi endi, lekin adolatni endi ko'rasan deyapti. Lekin deyapti, sen o'zing nimani ekkansan, shunga e'tiborli bo'l, o'shani natijasini olasan deyapti. Ya'ni adolat qaror topadi har qanday vaziyatingizda. Nima masalangiz bo'lsa ham, qo'y burjidagilar uchun. Четверка кубков. Zerikish, ko'ngli to'lmaslik, yana shumi degan holat, atrofingizdagi imkoniyatlarni ko'ra olmaslik, lekin kayfiyatingizga bog'liq bo'lyapti-da bu. Kayfiyatga qarab, siz imkoniyatlaringizni ham ko'ra olmay qolishingiz mumkin deyapti. Atrofingizga diqqatli bo'ling, sizga chiroyli imkoniyatlar taqdirni o'zi beradi bu yil deyapti. Qo'y burjidagilar uchun ham. Четверка жезлов. Keyin juda chiroyli karta tushdi. Barqarorlik va tayanch beradigan karta. Bu degani qo'y burjidagilar uchun nikohi bo'lmayotganlar nikohlanadi, jufti uzoqda bo'lganlar jufti yoniga qaytadi, munosabati soviganlar tiklanadi. Xullas oilaviy tinchlik, uy baraka, quvonchlar, hayotingizda bir suyanadigan joy borligini his qilasiz, ya'ni qayta o'sha narsani his qilasiz. Juda chiroyli karta. Mana rasmdan ham ko'ryapsiz. Va troyka jezlov. Oldingizda yangi ufqlar ochiladi. Ya'ni kengayasiz.
kelajakka nisbatan sizni rejalaringiz yuksaladi, kengayish bo'ladi rejalaringiz. Ya'ni qo'y bu faqat nima deydi, bugungi kuni bilan yashamaydi-da, kelajakka chiroyli katta rejalar qo'yadi. Uzoq muddatli rejalar bilan yashay boshlaysiz. Ichingizda keyingi qadam qayerga, endi nima qilaman, o'sha rejalaringiz rivojlanib ketadi-da. Yangi yo'nalishlar, safar, biznes yoki ishingizni kengaytirish, boshqa joyga o'tish, boshqa imkoniyatlar ochilishi mumkin qo'y burchidagilar uchun. Yolg'iz bo'lmaysiz deyapti. Ya'ni o'zingiz bilan o'zingizga mos inson bilan hamkorlikda nimadir ishlar ham qilishingiz mumkin ekanda. Shunaqa deyapti. Troyka jezlov. Bu degani kelajak nigohi. Ya'ni qo'y burchidagilar endi faqat bitta narsaga amin bo'lib yashashi kerak. O'zi oldiga nimani maqsad qilib qo'ysa, o'sha narsa amalga oshadi, ya'ni natijasini ko'radi. Yangi imkoniyatingiz oldingizda bo'ladi va eshik ochiq, faqat siz qadam tashlasangiz bo'ldi. Yangi ish taklifi keladi, o'qishga kirishi mumkin. Qo'y burchidagi abituriyentlar bir necha yildan beri harakat qilib o'zi o'ylagan o'qishlariga kira olmayotgan bo'lsa, pulga oid g'oyalar kelishi mumkin. Boshida kichiklik bo'lgan g'oyalar juda ham barakali natijalarga olib chiqadi deyapti. Jiddiy qarash kerak har bir miyangizga kelgan qarorga. Uzoq muddatli baraka olib keladigan ish bo'ladi deyapti. O'rganishingiz kerak nimadirlarni, ozgina sabr qilishingiz kerak, shoshmasligingiz kerak. Siz uchun hamma imkoniyat eshiklari ochiq, bilimingizni kengaytirib olishingiz kerak, chunki o'sha imkoniyatlardan foydalanish uchun bilim kerak bo'ladi deyapti. Yakuniy karta bu ogohlantirish kartasi tushdi. Qo'y juda ko'p mas'uliyat olgan, hammani o'ylab o'zini unutgan inson bu qo'y burchidagilar, charchab ketgan. Bu karta shuni aytayaptiki, hamma yukni ko'tarmagin deyapti. O'sha hammasini ko'tarmasang ham bo'ladi, ortiqcha vazifangni tasha, yo'q deyapti. Aks holda ruhan charchaysan, asabing tugaydi deyapti-da. O'shaning uchun ko'pchilik qo'ylar juda ham fidokor bo'ladi-da. Yordam bergisi keladi, o'zini fido qilib yuboradi. O'shanaqa qilmaslikni maslahat beryapti. Xullas, shunaqa gaplar qo'y burchidagilar uchun. Demak, adolat kartasi taqdir tarozisi ishlaydi. Avval qilgan qarorlaringiz, aytilgan so'zlaringiz, tanlangan yo'llaringiz natija berishni boshlaydi. Agar halol bo'lgan bo'lsangiz mukofoti bor, agar bir joyda adashgan bo'lsangiz to'g'rilash uchun sizga qandaydir vazifalar keladi. Hujjatlaringiz, ishlaringiz, nikoh, ajrim, shartnoma, muhim qarorlar hammasi adolatli hal bo'ladi deyapti. Bu adolat sizni jazolash uchun bo'lmaydi, tartibga solish uchun keladi deyapti. Demak, shunaqa gaplar qo'ylar uchun. Endi qolganlarini keyingi videoda qolgan burchlarni ham olib chiqamiz. Hammangizga rahmat.